Bismillahirrahmanirrahim. Bugün 11. ayının 12. günü. Bugün bizni bizga qaytirgan, bizni bizga bildirgan, bizni dunyoga tanıtgan bir gün. Bugün Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti 2 qitim qurilgan bir gün. Bugün Xitoylarning Şarkı Türkistanni yutib olish xam xiyoli manguga bitchit bo'lgan jangovar ajdodimizning jihad ruhi, tiz bukmas irodasi o'zini namoyon qilgan haqqoniy da'voyimizning mustahkam asosi yaratilgan bir kun. Bugün yalğız bezgila emas. Belki bütün İslam dünyasına nispeten mu acayip manidar, g'albilik bir gün. Çünkü dünyanın ataqlıq İslam mutafakkurları İslamның devlet qarışını ve siyasi nazariyesini tunishni texi emdili başlagan aşu mezgillerde Sabit Damolla Rahimahumullah başçılığındaki ulug' rahbarlarimiz 1933 yılı. Rahmetlik Alixon Tören başçılığındaki mujahidlarimiz 1944 yılı. Dal mushu 11. ayının 12. günü dünya tarixida tunji qitim İslam Cumhuriyetini amaliy qurib chiqqan bir gün. Demek, bugün itiqad tushunchimizning ve milliy tariximizning miraji yaratilgan bir gün. Bugün dünya tarixidagi tunji İslam Cumhuriyeti, yani Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti 2 qitim qurilgan bir gün. Biz mushu bugunimizning iftixori bilan hozirmi beshimizni tik tutib dunyoga mag'rur qarayalaydigan bir kun. Ammo tongning etishini kun chiqqanlik deb biladigan kishilarimizga nisbatan bugunmi xuddi tunugungidekli oddiygina bir kun. Chunki bugungi bo'lgan qoyillik, bugungi bo'lgan iftixorlik tuyg'ularni shundoqla qutluqlash ve hayacanlanış hissiyatlarını bayramlık kiyimler bilen koşup arkada katlap koygan tünügünkü kir kiyimleri bilenla esnigen halda bugünkü kadem koygan undak hissiz kişiler tan qarıqsızlığı ibaret halas. Bugünün iftixarı bugünni qadrligan ve bugün bilen faxrlanishni, iftixorlanishni ve iftixorlantirishni bilganlarga mansubdir. Bugunni unutmagan ve unutildirmaganlarga mansubdir. Bugün bizga nisbatan go'yo bir quyosh. Ba'ayni ko'k bayrog'imizdagi oy yulduzning o'zi. Bugün bo'lmagan bo'lsa, tunlar putmas. Zulmetler yorumaz. İnqilab yolumuz özümüzge rüşen bolmasıydı. Şundaq, bugünni tushuntirishga, bugünni anlatishga, bugünni so'zlab berishga so'zimiz yetmaydi.
tilimiz ojiz keladi. Gerçi bugunni kuylash, bugunni yezish bizga nisbatan eng qutlug', eng ulug' ish bo'lsa-mu, lug'atlar olimida bugunni yezishga qurbat yetmaydi. Ko'zimizning qorisini qalam qilib, qalbimizning butun qonlarida bugunni yozsaqmi, yanada uning ma'nosi to'liq ifoda topmaydi. Chunki bugunning o'zila poyonsiz bir ma'no. Bugunning o'zila millionlagan shahid otalarimizning qalb qonlarida putgan tantana. Afsus, tariximizdagi bu ulug' bugunimizni, bu ajoyib ilohiy rahmatni nihoyatda tizla qo'ldan ketkizib qo'ydi. Har ikki qitimqi mustaqillik bayramimizni uzungacha tantana qila olmadik. Hatto butun islom dunyosi uchunmi eng buyuk g'alaba bo'lgan ashu bugunni barpo qilguvchi Sobit domlalar rahimahumulloh va rahmatlik Alixon To'ram qatorliq rahnamolarimizni tuzukkina bir qadrlaganmidik. Ularning shuncha yillardan beri ko'milib yotgan asarlarini, ilm, hikmat, nazariya durdonalarini, din va dunyo qarashlarini boshqa tillarga tarjima qilib, dunyoga tunutish u yoqda tursin, hatto o'zimizmi joyida tunib yetalmadik. As xotirlarimizda ashu bugunni qo'rg'uvchilarmi, ashu ulug' bugunimizmi o'xshashlik xiralashdi. Bugunimiz kimlargadir yo'lanchoq, kimlargadir mamuq tekiga aylanib qolgan bo'lsa, yana kimlarningdir xohlagan do'konda xarajat qiladigan yanchug'idagi parcha naqd pulga aylandi. Mana amdilikda ya yig'lashni, ya kulishni bilmay, ashu bugunimizni xotirlamoqdamiz. Ashu bugunimizni sig'inmoqdamiz. Ashu bugunga talpinmoqdamiz. Chunqur hasrat bilan ashu bugunni chaqirmoqdamiz. Ammo milliy tariximizning miroji bo'lgan ulug' bugunimiz bo'lsa, bizga ichinib nola qilmoqda. Xuddi Turkiya shoiri aytgandek, bayroqni bayroq qilgan ustidagi qondur, tuproqni vatan qilgan fidoyi jondur deganicha vijdonimizga xitob qilmoqda. Ashu bugunimizni qaytadan qaytirib olishimiz uchun bizni qon bilishga, bizni jon fido qilishga chaqirmoqda. Bizni bugunimizni qaytadan qurib chiqishdan iborat hem dini, hem milli birdan bir mas'uliyatimiz ustida birlikka kelishga, nafratning qing'ir barmoqlarida ilonguch uchmaslikqa, jumladan bizni yangi boshdan biz bo'lishga chaqirmoqda. Ulug' Parvardigorimiz biznimi ashu ulug' ajdodlarimizning iziga haqiqiy varislik qilib, 3-qitimliq 11-oyning 12-kunini yartaqlaydigan, uni mangulik mustaqillik bayrami sifatida avlodlarga miros qoldira oladigan vafodor avlodlarning qilsin. Amin. Tağda çakmıgan, Asiyaga patmıgan, Tengri tağda çakmıgan, Asiyaga patmıgan, düşmanını har kılıp, yelpinip cim yatmıgan, İslam'nın ay yıldızı, hürriyetinin kündüzü, ecdadlarının nur yüzü, hakkaniyet telpingen bayrağı. İslam'nın
ay yultuzu, hürriyetning kunduzi, ecdadlarning nur yüzü, haqqaniyat talpingan bayroq. Ecdadlarning qonlari, son sanoqsiz jonlari, ecdadlarning qonlari, son sanoqsiz jonlari, mard mujohid qiz o'g'lon, hisobsiz pul mollari, ona yurtni vatan deb, vatandagi xalqni deb, xalq uchun haqni deb, janggohlarda yelpingan bayroq. Ona yurtni vatan deb, vatandagi xalqni deb, xalq uchun haqni deb, janggohlarda yelpingan bayroq. Janggohlarda yiqilmay, siyosatda sitilmay, janggohlarda yiqilmay, siyosatda sitilmay, yovuzlarning changili suiqasdida yirtilmay, hijrat qilib vatandan qutulganti ajaldin, bosh egmigan azaldin, ay yulduzliq el kezgan bayroq. Hicret bilen vatandan qutulgantin ajaldin, bosh egmigan azaldin, ay yulduzliq islami bayroq.